Robbim Alloh taolo karami keng zotsan. Farzandlarimizga laduniy ilm nofilardan yuqtirgan. Har bir insonda, butun Ka'ba-i muazzamada aylanib tavof qilayotgan har bir insonlarda farzandlaridan ilm ma'rifatga xizmat qiladigan, din mu'minga xizmat qiladigan zurriyotlardan bergin ya Robbi. Shunday zurriyotlar bo'lsin. Ya Robbim, butun dunyodagi har bir insonlarning farzandlariga ya Robbi jannatlarda tojlar kiydiradigan ahli zurriyotlar bo'lishini Alloh sendan so'raymiz. Duolar ijobat bo'ladigan joylarda turib duolar qilyapmiz ya Robbi. Duolarimizni o'zing ijobat, o'zing mustajob qilgin ya Robbi. Duolari hamisha qabul bo'lib turadigan bandalardan qilishini Alloh sendan so'raymiz.